Hürmetli teletomashbinlar, hozir sizlarning diqqatingizga san'at ishqibozlari Nur Muhammad Jambaqiyev, Hakimjon Jambaqiyev va Nariman Qasimovlarning o'rinlashilik naqshlardan tuzilgan konsertimizni taqdim qilamiz. Bu 3 san'at ishqibozlari birer san'at maktabini tamomlagan emas. Ammo ular kichikdan tortibla san'atga ishq bog'lab, uni chin dil bilan so'yib o'sgan haqiqiy san'at havaskorlaridir. Nur Muhammad Jambaqiyev şoför, onun inisi Hakimjon Jambaqiyev savdo xodimi, Nariman Qasimov bo'lsa til adabiyot muallimi. Ular kasblarining har xil bo'g'ini qaramasdan uzundan beri Uyg'ur xalq naqshsozlarini birga ijro qilib, san'at muxlislarining alqishiga muyassar bo'lib kelmoqda. Hozir qadrli teletomashbinlar, şu havaskorlarning konsertini ko'rib tingshanglar.
Ki